Hozir, mana hozir pavorotning kepenimizni yasalish jarayoni ketyapti. Mana shu aynaladi mana har tomonga. Tormozi ashta bo'ladi mana tormoz. Har tomonga buriladi, xohlagan tomonga metka bitta gidravlitskiy nasos qo'yilsa, traktorda o'tirgan holda kepenni har tomonga burish mumkin. Ha. Mana. Mana shu holatda buriladi. Har tomonga. Bitgan holatlarni yana qo'yamiz videoga xudo xolasa.